Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Yangi bir qatımlıq Ochiq söhbət proqramımızı görüşünlərdən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda har qaysi sohada yetishgan, har xil sohadagi mehmonlarimizni taklif qilib, suhbat elib, har xil mavzularda suhbat elib beryapmiz. Inshaalloh bugun tungi kunda men e'lon qilib qo'ygan hammalarga ma'lum, shu Uyg'ur milliy bugungi asosiy temamiz bo'lgan nihoyat muhim bir mehmonimizni taklif qildik. Uyg'ur milliy vaqfininki lohiyasi, ya'ni bir ism bilan milliy fondininki lohiyasi, qurilmasi va ahamiyati uning Uyg'ur xalqiga bo'lgan bu mavzuda suhbat elib boradiganligimizni tungi kun e'lon qilib qo'ygan. Bugun inshaalloh naq maydondan programmani boshlaymiz. Qimmatli mehmonimiz bo'lsa İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeki İslam İktisat Bölümü'ndeki muavin profesörü Doktor Burhan Setin taklif qilib qimmat vaqtini chiqarib olib bilan kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Albatta bugun doktor bir qancha savollarimiz nihoyat ko'p. Oldi bilan programma kirishdan burun qarindoshlarimizniki bizni dunyoning har qaysi joylaridan ko'rayotgan, naq maydondan ko'rayotgan qarindoshlarimizniki ekranda chiqib turayotgan nomer orqali bizga bevosita ekronga mustaqniga telefon qila olasizlar yoki uchur bera olasizlar, uchur yoza olasizlar. YouTube orqalimi naq maydondan savollaringlar bo'lsa doktordan so'raydigan nihoyat qizg'in bir suhbat bo'lsa deb qarayman inshaalloh. Shunday bo'lishi ham ishonaman. Doktorimni oldi bilan sizni biraz tunib o'tsak, Burhan Seti kim? Bu vaqtda biraz sizni tunib o'tsak. Buldur rahmat. Assalomu alaykum. Musha hamma dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq qarindoshlarimizga oldi bilan salom bo'lsin. Hamda sizlarning jafo chekib qilayotgan xizmatingizga Alloh rahmat qilsin. Biz hammamiz so'yib anglaydigan bir programmaga aylandi. Har kuni uxlashdan burun birinchi vazifa shu siz taqatgan hamda nimalarni anglab o'tgandan keyin shunday bir odatga aylanib qoldi hamda Alloh razı olsun. Hamda men o'zim Qomulning Qardo deb bir yezisi bor. Qardo deb chilan chiqadigan bir yezda. Men ham bu yezida bir Dixon oilasida tug'ildim. Dadam hisobda kichikimda bir qo'ychi hamda. Lekin keyin mesela 92-yili andan Dixonchilik o'zgartirib Dixon hamda. Oila kelib chiqishim shunday oila Dixon oilasidan kelib chiqqan. O'zim shu boshlang'ich o'rta maktab va o'qituvchilarni shu o'zimning yesida o'qigandan keyin 99-yildan 2001-yilgacha Urumchida 2 yil tayyorlik o'qidim. Ya'ni Xitoy jo'gandik hisobda. Chunki men Dalyanga borib, Dalyanda hamda 4 yillik ayada bir o'qish kursiga erishdim hamda. Shunday qilib hisobda men 2001-yildan 2005-yilgacha o'sha Xitoyning Dalian shahrida, ya'ni Dalian suv ishlari universitetida qo'ydim hamda. Anında 4 yil bakalavrlikni o'qidim. O'qigandan keyin 2005-yil maktab bitkazib, 2006-yili hamda Malayziyaga shu magistrlik o'qish uchun Malayziyaga chiqdim. Hisobda 2006-yildan 2018-yilga qadar, 2017-yilning oxiriga qadar hamda 12 yil jarayonida shu Malayziyada bilim tahsil qildik ham o'qituvchilik qildim degandek. Hisobda men 2006-yil chiqqan bo'lsam, 2006-yildan 2012-yilgacha 6 yil ichida ham ingliz o'rganib, ham magistrlikni o'qib, ham doktorlikni tamomlab, ham bir qancha shirkatlarda ishlab degandek. Shunda qilib 6 yilda doktorlikni bitkazdim. Ya'ni 2012-yil doktorlik bitgan bo'ldi. 2012-yildan 2015-yilgacha University Kuala Lumpurda bir universitet bor. Bu universitetda ya'ni oliy lektor bo'lib ishladim. Ya'ni o'sha o'zimning kasbida islom iqtisodi hisobida. Ya'ni doktorlikni hisobda islom iqtisodida o'qidim. O'sha islom pul muomalasida qo'ymiz hamda islom pul muomalasi. O'qidim, o'qib bo'lgandan keyin yana 2009-yildan 2012-yilgacha 3 yil doktorlikni o'qib bo'lgandan keyin, undan keyin 2000 shu maktab bitkazib bo'liblam. Kuala Lumpur Universitetida 3 yil lektor bo'lib ishladim. Yerda ishlagan vaqtimda hamda men bir ishni qilsam butun qalbimni, butun muhabbatimni berib qilishga amroq. Kichigimdan hisobda ularning nimasiga qo'llashiga erishib
7 ayның içidiler ular meni bölüm başlık qilib qo'ydi. Ya'ni şu İslam pul muomalasi bölümünün bölüm başkanı hesabda. Shunda qilib bölüm başkanı bo'lib ishladim. Ya'ni universitetga vakolatan Amerika, Angliya, Avstraliya qatorliq nurg'un davlatlarda yig'inlarda bo'ldim degandek. Ularning bir yaxshi ko'radigan bir xizmatchisiga aylandim hesabda. Lekin u bir shaxsiy universitet bo'lganligi uchun andikin 2015-yilda bir fursat keldi. Ya'ni 2 fursat keldi. 3 fursat kelib turasiz. 3 davlat universitetdan o'qituvchilikqa taklif qildi. Rasmiy to'xtam bilan birisi University Malaya, ya'ni birisi University Malaysia Texnologiya Universiteti, ya'ni birisi Islom Universiteti. Shunda qilib o'zim Islom Universitetidan tanlab kirdim. Lekin o vaqtdagi maqsad ya'ni yoki jihmash elish emas, yoki bo'lmasa nima qilishim, lekin asosiy maqsadim o'zimni taraqqiy qildirish. Şu asasida andan keyin İslam Universitetiga kirib 2015-yildan 2017-yilning oxirigacha yerda ishlagan bo'ldim. Andan keyin İslam Universitetidagi 2017-yildagi 2016-yilga baholashda hamda bundaq 2016-yilni 2017-yil baholaydi emasmi? Xo'sh. Masalan 2017-yilga shu baholashda men 1500 o'qituvchidan shu bir nafar tanlandi hisobda mushu ijtimoiy fan sohasi bo'yicha eng ko'p maqola e'lon qilgan bir o'qituvchi sharafiga erishdim hamda. Shunda qilib hatto yerda masalan Islom pul muomala jurnalining muharrir bo'lib ishladim. Bo'lim boshqoni bo'lib ishladim. Degandek yana hamda nurg'ulg'an qon ter sungdadim hamda. Bu orqali men o'zimni voy men bunday natija yaratdim emas. Lekin qanchalik tirishqanligimizni, qanchalik badal to'lganligimizni hamda qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlasha degan maqsadda bu gaplarni qilyapman. Shunda qilib 2017-yilning o'ttirlarida Musha Sahobatin Zomi universitetining rektori hamda bizning Malayziyaga berib, o'qituvchi qilib beribdi. Qolgandan keyin boshqalarning taklifi bilan meni ishxonamga kelib, men bilan nazar suhbat olib qolgandan keyin bizning yurtda ishlab bergan deb ular taklif qildi. Uning oldida Sakarya universiteti, yana Sakariyadagi ularni menga xizmat to'xtam bergan, bizga ishlab bergan deb. Lekin asosiy masala til masalasini ko'zda tutib, chunki Sahobatin Zoimda ingliz tili bor, Sakariyada ingliz tili yo'q. Demakchi o'g'nima til nimasida. Shunda qilib Sahobatin Zoim universitetiga keldim. 2018-yil 1-oyning 1-idan boshlab Islom Sahobatin Zoim universitetida Islom pul muomalasi va iqtisodiy bo'limda ya'ni muavin professor bo'lib ishlayapman. Ham bu universitetga kelgandan buyonmi alhamdulillah Allohga ming shukrlar bo'lsin. Hozir maktabning ma'lum darajada bir e'tirof qilishiga erishdim. Ya'ni bizdan talab qilgan nomer bor har yilda-chi. Buncha nomer nima qilsanglar bo'lmaydi deydigan. Masalan, bizga shu tadqiqot sohasida 240 nomer talab qildi hamda. Lekin mening u hozir 5000 dan oshib ketdi hamda. Nomer. Nomer. Hamda demakchi nima demakchi degan. Qancha bo'ldi? 1 yil bo'lmadi hamda hisobda. 1 yil bo'lmagandan ichida andan keyin shunda qilib andan keyin shu dunyodagi islom dunyodagi butun maqolalarni o'lchaydigan bir Scopus deydigan bir xalqaro maqola ombiri bor hamda. Mushaga e'lon qilingan maqolalarni xalqaro e'tirof qiladi, bu mis qilmaydi. Xo'sh. Agar o'shaga ko'rgandim men buni uchilda paylaşib qo'yib ekansiz, yo'llab qo'yib ekansiz. Endi hozir nima demoqchi degan vaqtda o'zimizning umidsinib ketgan, tushunib ketgan shu vaqtimizda azroq bo'lsa-mu bir malham bo'lamdikan degan maqsad bilan chiqib. Bo'libmi o'quvchilarimiz uchun, ya'ni kelgusiga bo'lgan umid bilan qarash texnik ruhlanish uchun muhim narsa bo'lsa deyapman. Shunda qilib hozir shu Scopus deb ataladigan nimada agar islom bankçılığı ve pul muamelesi de bassa, hem de ben hozir shu dunyodagi eng ko'p hem maqolasi bor, hem de bir tadqiqotchi aylandim hamda. Xo'sh. Shunda qilib hozir universitetimi alhamdulillah yaxshi ketyapti. Hatto o'quvchilarning hurmatlishiga sazar bo'lib ishlayapman. Demakchi, yana nima demoqchi degan vaqtda bir ishni qilgandan keyin uni muhabbat bilan basak andan keyin yaxshi bo'ladigan gap ekan. Endi shunda qilib andan keyin hozir bir xush xabar bor inshaalloh. Agar u xush xabar amalga oshib qolib qolsa, men mush Turkiya davlatidan beriladigan shu Erdo'g'an o'zi bosh bo'lib taqdirlagan bir mukofot bor. Ya'ni Turkiya yosh tadqiqotchi
deydigan bir mukofot bor. Onunga meni nomzod qilib ko'rsatdi. Ko'rsatdi, ham nimaga chaqirdi. Restorandan qatnashib yenib keldim. Hamda inshaalloh mush oyda bir natija chiqib qolar. Hamda mush akademik jihatdagi nimamiz hamda hozircha qilayotgan ishlarimiz shu nimada. Albatta. Inshaalloh Rabbim texmi ko'p sharaflarga, texmi ko'p muvaffaqiyatlarga erishtirsin. Inshaalloh. Haqiqatan oxirida muhim bir nuqtaga diqqat tortdingiz. Ya'ni Rabbimizmi sizlar Alloh subhanahu va taoloning biringlarning bir ishni qilsa, uni shu mukammal voyaga yetkazib qilishini yaxshi ko'rdi degan payg'ambarimizning bir so'zi bor. Innalloha yuhibbu deb boshlangan. Alloh razı olsun. Haqiqatan har bir yoshlarimiz o'rganish kerak bo'lgan, buni hayotida bir o'lcham qilib menish kerak bo'lgan bir muhim nuqta. Andiki mushada bir narsa yana kallam keldi. Siz hamda Dalyanda Xitoyda o'qigan vaqtingizda qaysi kasb dedingiz? Men u vaqtda injenerlik kasbida o'qigan hisobda. Injenerlikda. Nimaga chiqqan ekan islom iqtisod sohasiga? Iqtisod sohasining hamda hozir dunyoda ilib berilgan pul muomala sistemasi bor. Islom iqtisod sohasiga qiziqib qolishingizga sabab nima? Bu o'zim oldin ola mo'ljallagan savol hamda buchu. Hamda Dalyanda o'qigan vaqtdimi hatta men Xitoylarni besib turib ang oldi bo'lib o'qigan. Chunki hamda hammamiz bilamiz Xitoyda o'qish mukofot puli degan narsa bor. U ang yaxshi o'quvchiga berildi. Hatta men 4 yil shu Xitoylarga bermay bizni hamda ular nim qiladi-ku. Nim deymiz? Tuvan ko'radi. Undan keyin haqoratlaydi u bu degandek. Hatta menga 100% sizlar hamda atalmış Şinjan'da qo'yamiz hamda sen yaning bolalar o'qimaysiz, nima murosa qo'ydiqinde. Hamda men uni o'zimizga nisbatan bir nomus deb hisoblab, lekin 4 yilmi hamda hisobda shu Xitoyning oldini bermay, sinfimizda 3 Uyg'ur bor, qaga o'qiy oladi. Injenerlar o'qiy oladi, masalan tabiiy fanliklar o'qiy oladi, ijtimoiy fanliklar o'qiy oladi degandek. Shunda qilib men hamda magistrlik bir ko'rik bu hisobda. Doktorlik qilmagan ko'rik. Shunashqa men bu ko'rikni o'qigan vaqtimda shu moliya yo'nalishi bo'yicha nim qildim, tadqiq qilib bordim. Hatta o'zimniki maktab bitirish maqolamni shu Uyg'ur musulmonlarniki halol yemeklarga bo'lgan nimasi ko'z qarashi u bu degandek bir temada, ya'ni vatanga oid bir temada maqolani bitkizib nim qildim. Undan keyin men 2 fursat keldi. Birisi bir shirkatda mangulik ishlab qilish. Yana birisi texi ya'ni u vaqtda yana 3 fursat bor ekan. Endi fursatni o'zimiz yaratamiz degandek. Birisi shu Saim Darby deydigan Malayziyaning 2-chi cho'ng darajali shirkati hamda. Uningda men muqim mangulik bir o'ringa erishib bo'lgan edi. Ayat ishlasam bo'ldi. Yana birisi o'zim shu magistrlik o'qigan maktabniki maktabda marketing, ya'ni reklamchilik demdi. Ya bo'lmasa yo'q, marketing ilmi, ya'ni nima? Türklar pazarlama deydi. Pazar ilmi. Pazar ilmi. Shu pazar ilmida doktorlik o'qish, yana birisi texnik qurilg'iniga 5 yil bo'lmagan bir universitetda mush islom pul muomalasi bo'yicha doktorlik o'qish kursi kelib qoldi hamda. Uchisini birini tanlashim kerak. Ya Universitet Malayani tanlashim kerak. Universitet Malaya 100 yillik tarixi bor maktab. Agar shirkatmi dunyoda shu Malayziyadagi 2-chi cho'ng shirkat hamda. Saim Darby desa butun Malayziya xalqi biladi hamda. Yana birisi shu men degandek qurilg'iniga texi 5 yil bo'lmagan. U maktab 2005-yil qurilgan, lekin rasmiy o'quvchi qilishni boshlagan vaqtda 2007-yil boshlagan. Men 2009-yilda o'qish kirdim, lekin men o'zimga savol qo'ydim shu vaqtda. Men bilim uchun o'qamdim yoki unvon uchun o'qamdim degan savolni qo'yib, undan keyin o'zim bu Uyg'urlarda bir yo'q kasbgan. Hatta agar hamda hammamiz bilamiz, hatta o vaqtdami vatan qasaqmi kasbni qilishning bir nimasi yo'q hamda. Aqid yo'q. Lekin men mush bilimni o'ylab, mushni tanlab baqay deb tanlab kirdim. Kirib hamda bizmi o vaqtda hamda bizning maktab bundaq ba'zi shariat olimlarining islom bilimi yo'q. İqtisad bilimi yo'q. İqtisad bilim balaning shariat bilimi yo'q. Aniki buni qo'shib ekilib, masalan ham iqtisoddan, ham din, islomdan 15 fanni ekilib,
bular bir programma tuzgan. Tuzab handiki maqola yozamiz degandek. Shunda qilib buniki 7-8 pan islomga oid palla, 7-8 pan iqtisodga oid palla. Hamuşlarını tüketip ahire hem de hesapta hem de men hem de en tiz tükettim desem buldu hem de mektepne. Biz tunca karar okuvçusu hem de inisiyatifnike muş doktorluk putkazgan. Şunda qılıp 2009 yıldan 2012 yılgacha 3 yıl işlep nim qıldı. Hatta özümnün doktorluk maqalamı muşu Malaysia Maliye Association dernek. Aşunun tarafından en ilgar doktorluk maqalası bulup degandek. Hem aşunda demekçi men bayda dedim bu. Men bir iş qısam maşu vay yetkizip qısam deymen. Ünvan mükafatlar bilan to'shib ketdi da unda uyingizda. Akasam bo'pti ekan. Bir qancha tizib qo'ysa bo'ldi ekan. Yo, haqiqatan hamda ya bu cho'qim yaxshi o'rnaklar u cho'qim tashviq qilinishi kerak shu. Chunki jamiyat deganda nurg'un mayli o'smirlarimiz bo'lsin, yoshlar bo'lsin, buningga qiziqadi bunday ishlarga. Cho'qim unda o'rnak kelib, hamma tirishsam cho'qim men yetalim, inson yetganga inson yetkil bo'ladi. Shuning uchun bu muhim masala hamda. Shunday, Alloh razı olsun. Demek Allah razı olsun. Ben abay programa kiriştim. Tünügül ben kallamda oylap turarkanımda. Yani 1,5 milyarlık İslam dünyası, Müslümanlar içinde. Ben ötkende şunu hem beherliğe vaxtınızlarım Twitter'da. Bana hoş boğantım hem de. Bu 28 dünyada halkarada itiraf kılınan şu makal yazgallarının içinde, Müslümanların içinde. İslam iktisat sahasında, pul muamele sahasında. Sizin maqalanız 28 san bilan en köp birincilikka erishdi. Aslida 32, lekin islom o'sha pul muomalasiga munosabatli 28. Şu anda şu tizimlikte birinci tizimlikka bir Uyg'urninki millatimdan bo'lgan birisininki u yerga tizilishi har qanday bir Uyg'urni xo'shallantiradigan bir ish hamdi bu. Men buni cho'qim bilgan so'rayman degandim. Bu nima uchun hamda sizcha shuncha 1,5 milyarlik nüfusga ega İslam dünyasida İslam pul muamele sistemasi sahasiga bunu bilim mualarının azlıqıdımı ya qiziqmaganligidan aslida bu bir hayotning bir qismi edi bu musulmonlarga nisbatan. Ama shuncha bola nüfusning ichida bugungi kundagi dunyoda eng zulm chekayotgan bir xalqdan eng yiroq qoldirilgan bir xalqning ichidan chiqqan bir o'g'lonniki eng yaxshi birinchi tizimdagi kiralishi bu cho'ng ish bu. Buni islom fikrini deb baksam. Qandaq deymiz? Men bayetidan dedim, alıqı yana desek yana şu tirishchanlik ham desapti-chu. Hamda hamma tirishchanlik bilan ham ish bitamdi degan vaqtda bitmaydi. Nurg'ulg'an akademiyasi yo'llar doktorlikni olib bo'lgandan keyin ham asosiyatdan to'xtab qoladi. Men professorim ashuna nasihat qilgan. Sen qanchalik nochi bir muallim bo'lib ket, o'qituvchi bo'lib ket, agar xalqarada tadqiqot bilan tonayolmasang, sen hech kim taraf qilmaydi degan. Tonulmasan. Xo'sh. Men hamda 6 yil jarayonida hamda dars o'tgandimi, masalan, ham bir gapni unutib qolibman. Baytin University Kuala Lumpurda mening shu o'zimning maktabida, o'zimning fakultetisida 150 o'qituvchi bor. Birinchi hayotimda tunji dars bergan yilim 150 o'qituvchining ichida birinchisi bo'lib tizilibdi. O'quvchilarning baholashida. O'quvchilar baholaydi emasmi? Masalan, 40 o'qituvchilarni baholaydi, yaxshimi yomonmi degandek. 150 o'qituvchining ichida birinchisi bo'lib qitdiman. O'zimni hayron qolgan. O'zimni, "Hey, to'xtaman, qila oladi ekanman-ku. Men cho'qim Tristandan qila oladi ekanman" deb. Chunki beshida o'zim bo'lgan ishonch yo'q. Chunki men o'zim dedim, men Daxanning bolasi dedim, Xitoyda o'qidim dedim, Dalamda o'qidim dedim, lekin dars berib baxmagan. Lekin an bo'lgandan keyin menga bo'lgan ishonch yana tug'ildi. Men cho'qim qila olayman degan niyatga keldim. Baytin men deb aytgan vaqtda agar u universitetda o'qiyversam, tadqiqot azib qoladi. Xo'sh. Chunki u maktabda haftasida 18 soat dars beramiz. 18 soat dars berib tadqiq qilmoq mumkin emas. Ondan keyin men islom universitetiga kirib, ayada doktor va magistr o'qishdan tarbiyaladim. Hatta o'zim 2 yil jarayonida 10 necha doktor va magistrlikni tarbiyalab bo'ldim. Doktor va magistrlarni 10 necha, 14-15 nimada. Ondan keyin hamda bundaq bir yeri bor. Men uzunga bormoqchi bo'lsang, boshqalar bilan tangman. Lekin tez bormoqchi bo'lsang, yolg'izman degan gap bor.
Men qanday qildim degan vaqtda o'quvchi, masalan, o'quvchilarimni xalqaro saviyaga yetkazish uchun tirishdim. Masalan, nurg'un o'qituvchilar bolalarga pulni to'ltib qo'yib, masalan, ba'zi jurnallar pul to'lasidan maqolalar qilib bo'ldi. Masalan, o'quvchidan pul to'ltib o'qib qo'yib, hammasi o'zining ishi bilan aldirash. Lekin men qilgan ekanman, cho'qim yaxshi qilaman deb har bir o'quvchimni xalqaro saviyaga chiqish uchun tirishdim. Demak, ham o'zimni yozdim, ham o'quvchilarimni billa, masalan, bir doktor o'quvchi asli Turkiyada bir PhD doktorligini bitkizib, bir parcha maqola e'lon qilsa xo'sh bo'ladi. Lekin men doktor o'quvchilarimdan 4ni, 5ni eng ilg'or xalqaro yuqori jurnallarga pul to'lamaydigan, xalqaro e'tirof qiladigan mundaq jurnallarni ko'zladim. Xalqlarda mundaqlar qo'yib, ha bo'ldi deb. Demakchi, men ma'rif sohasidagi bir parazit bo'lib qolishni xohlamadim hamda. Xo'sh. O'zim qilgan ekanman, cho'qim darsni yaxshi beraman, tadqiqotim qilaman deb, oxiri undan keyin ba'zilar uningda buningda yuz qo'ydi, lekin men maxsus shu islom pul muomalasini ko'zlab maqolalar qildik hamda qilib baytin dedim hamda islom universiteti masalan bir universitet bir yilda bir o'qituvchidan saobatdan zayin bir parcha maqola talab qiladi bizdan. İslam Üniversitesi'de 2 parça makaleler talep kılattı. Lekin ben sahabetin zayimde bu yıl 15-16 parça var. O makal üniversite işçide e'lon qilamsizlar? Yo'q, dedim-ku baytidan. U cho'qim xalqaro, nopozliq jurnallarda. Masalan, Amerikadagi yo bo'lmasa Angliya, Yevropa, bunda men baytida aytgan Scopus bu men degan xalqaroliq bir database'imda. Xo'sh. Demakchi hamda har yili shundaq 10 dan 15 dan qilgandan keyin xalqning hurmatiga erishadi ekanmiz. Undan keyin men sahabatin zayimdagi ballag'im deyman. Biz cho'qim o'zimizning qilaveradiganligini amaliyat orqali isbotlashimiz kerak debchi. Men yaxshi deganga hech kim ishonmaydi. To'g'ri. Men oq deganga ishonmaydi. Qanday qilamiz degan vaqtda cho'qim amaliyat bilan ifodasak, shundaq nima qilgan. Undan keyin men yaqinda bizning maktabning rektori bizniki publicationlarni bir alqiyayin mush maqolalarning soni qilgan deb nima qilganda ko'rib hayron qoldi. Men sahabatdan zayimni bu yil hisobda dünyadaki 10 çoğun üniversitemiz İstanbul pul muamelesi e'lon qilgan 10 çoğun üniversitenin tizimidagi bor hozir. Üniversite uchun sharaf hamda. Bizning rektor uchun sharaf. Hamda demakchi nima degan vaqtda men hamda mening oilam bor. Lekin hamda qanday deymiz? Men vaqtimni zoya qilishni qat'iy xohlamayman. Ballag'im deyman, o'quvchilarim deyman. Ho'rlik qilish harom. Sen ho'rlik qilsang bo'lmaydi. Çoqum biz ho'rlik qilmay o'rgangidek narsani çoqum o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Shuningcha kichik, masalan, men 2 soat beka qasam, shunda ichim push ketadi. Nima uchun ichim push ketadi deb. Dadamning qanavami bilmayman. Dadamni bir kun amgak qilmay qolsa, shunda biyaram bo'lib ketadi. Men uchun amgak qilmayman degandek-chi. Chunki men nima uchun qilmayman degandek. Hatto umidsizlangan vaqtlarimda çoqum men bir ümit izlayman o'zimga. O'zimga bir rag'bat izlayman. Rag'batni izlab, undan o'zimni rag'batlantirib turaman. Masalan, hozir davatimiz, hozirgi rag'bat nima degan vaqtda biz kundan kunga demasak ham bilyapsiz, shunday bir qorong'ulikqa sho'ng'ib kirib. Lekin men o'zimga yana bir ümit izlab, cho'qim men qila olaman degan shunday bir ko'chdamda nim qilyapmiz. Undan keyin burunli bir professorim botdi. Aşı özüm okuyan İslam pul muamelesi okuyan üniversiteler okutuvchi batdi. U meni aşı vaqtda anchalık başqalarını men çünkü men Xitoyda o'qidim. Mening asosim hamda ya moliya ya iqtisod emas. Azroq besib turadi meni. Başqalarni ko'tarib degandekchi. Undan keyin shu meni oradan 5-6 yil o'tdi. Bir kun kechda uchirib qilibdi bu. Sen o'zingning tirishchanligi, o'zingning iradesi, özünün nima deymiz Uyg'urchada hamda tusko'ngillik demdik yoki bo'lmasa oqko'ngillik demdik. Shuning bilan sen o'zingning bir ish qila oladigan inson ekanligingni isbotlading deb uchiribdi. Hayron qoldim. Desam, sen haqiqatan tirishding, ham
Немең ниетің тоғры дейді әмді. Ниетің тоғры болғалық үшін Алла баштайды депчі. Әлбетте. Мұндақ. Әмді адын аннекен бұл мен бәлкім дейішім онша асан бәлкім 28-30 дегендек асандек біліне, лекен мен тәтқиқат қуатқылы 4-5 жылы болды. Her yılda hem de hesapla otur. Ama onun 32'den başka nurgulgan kitap babları var. Kitapның babları, kitap bölümü de koyumuz o. Ola hesapta onun türüge kirmeydi. Hem de hazır mesela hem de onu elan kılan bile onu okuyduğun adam buluş gerek. Eğer okumusu onu bulmaydı da hem de hazır her bir anımla karab baksam eyga hepsige netçimin adam okuvatıdı. Okup hem de onun bir paydavatı demek çok önemli. Eğer o elan koygan bile okuyduğun hak bulmasa, yani o yazganın hiç kadar ahmiyeti bulmaydı hem de. Şunda kılıp hazır hem de özlemlik nemizde bir iki kitap yazdım. 6 kitap babı, kitap bölümü yazdım. Onun için 50 netçi paç makale elan kıldım. Hem de okutuştum mu? Hatta şu özlem okuyan üniversitemi bir 2 yıllık teklif okuşu olup işledim. Hatta şu okuşlarının bahalaşıdı mı? 5 numaradan 5 elip mesela. Mümkün emez ki hem okuyucunun razıklışı mesela. Lakin ben hem de insan bildikken. Biz demesek mi, biz kımsak mı insan bildikken onun için. Şunda kılıp hem de hazır muşu nemi bile, muhabbet bile hem de, muş güç bile hem kitivatımız hem de kağınla Allah işlerimizni yani asan kılar inşallah. Elbette. Tekrar köp muvaffakiyetli dileyimiz inşallah. Şimdi programımız kirpulamadı arkadaşlar. Muş familiyamızdaki seti bu kalışı. Bu elbette nurgun insanlar. Şu. Bu bunun oldu. Kanada diye vakitte benim dadamın ismi İbrahim kendik burun. Tağlarımın ismi Yusuf, Ahmet, Muhammed. Hoş. Tağamın ismi İbrahim. Hem de babamın şunda yaxşısından koyup diken dadıllarım var. Dadıllarımız var hem de. Dadıllarımız obda isimden koyup diken. Lekin benim dadam küçük ağırıp kaptı hem de. Ağırıp kılıp hem de hurapilik bağı bizde. Mesela mazar şeyhler setip aldığan mındak. Setip aldı hesapta. Hem de bu canıplarda setip aldı dep isim var. Hem bizden Komol Turpan tavası da bunu seti. Setival dedi ki seti bu hesapta. Setival dedi ki seti. Setival dedi ki seti hesapta. Bu saati o kamda bunda bir insan da karşısızmazdan da. Şunda Burhan seti hem de hesapta. Şunda nam kılıp hem de şunda kılıp dadamdan hem de seti bu kılışı ki sebep sebepten gelen hem de. Bu mesela burun küçük yaşta da İbrahim. Hazırım dadamız seti de mi yani? Seti deydi ha. Seti. Seti. Hoş. Tamam, hem de inşallah. Yani nimege kiriştim burun biz bugünkü Uygur milli bu vahbi meselesi kiriştim burun. Şu Uygur İslam iktisat sistemisi bilen hazırki dünyada cari bulup menvatkan pul muamele sistemisi'nin o'rtasidagi asosiy farq nima? Abatidin nim qildim endi buningda misalanga men bir qancha hatta bir qancha maqolalarimizni bu to'g'riliq ko'z qo'ydim. Hatta bir qancha yerlarda o'sha islom pul muomalasi bilan g'arb pul muomalasini mikro va makro jihatdagi farqlarni tushuntirib o'tdim hisobda. Ham buni kirgizsak bu bir soat tugamaydi. Men sizga va'da beray. Ayrım kılınık ayrım kılaylı. Ayrım kılınık. Tamam, ondan sonra bunu halkımızga hazır naq meydandan 200'e yakın kişi köre oturdu bizni. Ayrım bir söhbət kılaylı degenimizdek tefsili haleti biraz geçip. Tefsili halette şundaqa. Xoş, endi şu Uygur Milli Vakfisi yoki yana bir isim bilan Milli Fondi deyli. Bu narsaninki fikri nereden keldi? Men bu to'g'riliq men 2009-yil kirgan bo'lsam islom pul muomalasi sohasiga hamda hozir 10 yildak bo'lib hozir 10 yil jarayonida ham o'qitish ham tadqiqot bilan kelyapmiz emasmi? Kelayotgandan keyin men nurg'ulg'an millatlarniki modellar qarab baqdim. Qarab baqsam masalan Malayziyadami pul vaqfi degan bir huquq bor. Mesela bizden ata-bobolarimiz mesela haramda bazı rabatlar var. Mesela o rabat bu rabat deganda u vaqf qilib etgan.
Vaqf qilib etish degan Alloh yo'lida ma'lum mol-mulkni vaqf qilib etish. Masalan, masjiddan vaqf qilyapmiz, shundaq turalg'alarni vaqf qilyapmiz, yo bo'lmasa kitoblarni vaqf qilyapmiz. Qur'on adilqi demakchi o'g'lim moddiy narsalarni biz vaqf qilib kelgan. Turkiyada mesela Osmanlı'nın devrinden kalan nurg'ulg'an vaqflar bor. Shundaq. Ondan keyin bu pul vaqfi degan o'qim musulmonlarning dunyosida 30-40 yillar bo'ldan bu maydonga chiqqilichi. Chiqqandan keyin hamda men qarab baqdim. Men misol qilib bersam, bizning universitet, men mush doktorlik o'qigan universitetni 2005-yili mush Malayziya Markaz bankisi 500 million pul bilan qurgan ekan. 500 million pul bergan ekan. Agar biz 500 million pulni xarjlagan bo'lsak, masalan har yilda 30-40 tumandan 400-500 mingdan deylik, xarjlagan bo'lsak, biz 10 yilda 10 necha yil xarjlab bo'lamiz qo'y endi. Qilsak, lekin ammo 2016-2017 vaqtda biz maktabning puli tugidi deb faraz qilibmiz. Lekin shu vaqtgacha u maktabning u 500 ming qo'ydan bir pung'imi chiqilmagan. Qanday qilgan degan vaqtda bu 500 mingni mablag' qo'yib turib, buningdan pul tepib kirgan foydani aniki maktabga ishlatgan. Demak, 500 million pul bugunga qadar 13 yildan buyon bugunga qadar bor degan gap. Xo'sh. Nima degan vaqtda pulniki asli soni saqlab qolindi. Ammo yerda cho'qim ayirish kerak. Asli pulning qiymati bilan soni ikki xil gap qo'y. Qiymati ham tushishi mumkin, lekin 500 million oyada bor degan gap. To'g'ri. Ondan keyin men Kosovo musulmonlariga qaradim. Kosovo musulmonlarining mush shakldagi bir fondi bor ekan. Buningga masalan, Dunyo Islom bankisi, bo'lmasa Qatar, Iyadan beyanekelarga yilda necha million mablag' beritgan. Sen mani ishlat. Cho'qim mani to'g'riga ishlatsan, agar mush pulni to'g'riga ishlatmasang, pulni yondirsan deydigan shart bilan mundaq beritgan-chu. Buni qaradim. Ondan keyin masalan Malayziyada shu pul vaqf orqali qurilgan nurg'ulg'an doktorxonalar bor, nurg'ulg'an maktablar bor. Bu ondan keyin ham bir vaqf shakldagi pul vaqfi deb. Nima uchun pul vaqfi chiqdi degan vaqtda biz masalan bir uyni vaqf qilib qo'ysak, uningdan faqat sanoqli kishilar bahra oladi ekan. Agar biz pulni vaqf qilib qo'ysak, uningdan ondan keyin kimga atab qo'yatgan bo'lsak, shu kishilar buningdan manfaat ola oladi ekan masalanga. Xuddi Saudiyadagi robotlar faqat Uyg'ur xalqi ayaga berib bahra ola olgandek, lekin biz o'ziga berilmaydi. O o'zimin berilmaydi, lekin biz basak, biz tursak bo'ladi, yassak bo'ladi, lekin bizga vaqt berilmaydi masalanga. Ammo shu nimalar bilan hamda gapning qisqasida aytsak, hamda pulni vaqf qilsa qanday bo'ldi masalanga. Masalan, bu pulni ya 5 ming ko'yni, ya 10 ming ko'yni Uyg'ur xalqiga atib Uyg'ur xalqiga atib etsam, bu pul Uyg'ur xalqining busi degan hamda meyada hozirgi u vaqfi bu vaqfi deganda vaqflar chiqqa. Ammo ma'no bilan azroq o'xshamaydigan bir yeri bor. Xo'sh. Hozirgi u vaqfi bu vaqfi deganlar ma'lum bir dernekning yo bo'lmasa ma'lum bir shaxsning. Shundoq to'g'ri. Shuningga. Masalan, o'zi topgan pulni o'zi nima qiladi, o'zi ishlatadi, faqat o'ziga munosabatli keladigan ishlatadi. Lekin millat nimasi qarasak, eshitimiz yo'q. Qarab baqayli hozir islom olimlarimiz kundan-kunga yo'qolyapti, uni bilasiz. Pan olimlarimiz ularning ahvolini bilasiz. Boylarimizning boyligini aytdi, o'zingiz bilasiz uni. Biz ishtim qolmadi hozir issiqchandan boshqa hamda. Shunashqa hamda mening o'ylig'im, nima uchun biz azroq pulimizni voz kechib, nima uchun Uyg'ur xalqi uchun vaqf qilib etmaymiz degan nishon bilan sizmi bilasiz, o'yindan qatnashdingiz 2017-yil 7-oyda qarindoshlar uchrashishida ayada bu loyihani yo'l sungandim, o'zingiz bilasiz. 100% odamning qo'llashi bilan hamda bu hisobda bir ro'yobga chiqqan edi hamda. Ham shu maqsad bilan ondan keyin men yig'indim so'zladim, agar qulsa men o'z yenimdan 5000 lira bilan buni qo'ydiganligimni dedim. Ondan keyin ham bir o'zingiz bilasiz, ismini deyishning muhim emas. Men uni $1000 qo'yay dedi misolanga. Ham shunday qilib endi demakchi nima degan vaqtda o'zimizning uzun muddatlik. Masalan, hozir Turkiyaga oldimizda chiqqanligi 20-30 yil, keyingi 3-4 yil
Bizdekler aqıdga egeler 1 yıl bo'ldi endi. Lekin 20 yıl uzoq emas, 30 yıl yirik emas. Endi bir avlodlarimiz uchun bir vaqt qurib qo'ysak, ash pul avlodlarimizdan bo'lib ketsa, yaxshi bo'lamo degan endi shundoq bir xiyol bilan, shundoq bir umid bilan endi shuni qilgan. Albatta büyük bir boşluk ve hakikaten kelgüsü uzun müddetten qaragan vaqtimizda hakikaten milletimizge her sahadan payda bulduğun bir çoğun bir planlığı iniqam buniki. Endi bu vaqtda hazır mesela qaysi qurilish bosqichidimi yoki asosiyatin tayyor bo'lib qoldimi? Qandaq elib bormoqchi, qonuniy jihatdan qandaq bo'lgan gap? Pulni vaqt qilib qo'ygandan keyin buni qandaq tutib turdi masalan? Kimlar qildi deganda birdan kiraylik. Qandaq deymiz? Biz Biden'da 7. ayda bo'ldi yig'in. Ondan keyin shu vaqtda bir vaqtning hamda boshqaruvchilar bo'ladi. Masalan, u pulni vaqt qilib aytganda cho'qim uni ingliz tilida board of trustees deydi, ya'ni o'sha ishongan, millat ichida ishongan kishilar tanlab chiqilib, ular 5ga qo'yildi. Ular ham xiyonat qilmaydigan kishilar qo'yildi. Undan keyin biz buni hamda vaqtni boshqaruvchilar bilan bo'ladi bular-chi hamda. Ya bu pulning egalari emas. Xo'sh. Ya bu pul ya bir shaxsga ya bir danakim tava bo'lmaydi. Uyg'ur xalqiga tava bo'ladi. Agar biz o'lib ketsak, masalan, bizning kelgusi avlodlarimiz bu pulning egasi bo'ldi, masalan. Ama bu maqsad bilan pul boshqa sohalarda biz boshqa foyda elinadigan sohalarga dasmiy silinib tijorat qilinamdi yoki uni hozir kelamiz. Uni hozir kelamiz. Amda yetib qurilgandan keyin biz Biden degandek buni boshqaruvchilarni qilib chiqdik. Avustraliyadan, Saudiya Arabistondan, Qozog'istondan, Yevropadan, Turkiyadan ham yerdan vakillar qilib, xalq ishongan, xalq hurmat qilgan kishilarni tanlab chiqib, buni nimasi qo'ydik hamda. Keyin ondan keyin mush davlatlardan, Avustraliyadan, Saudiyadan, Yapon boshqa davlatlardan mush vaqti uchun pul to'plasaqmi, ishongan odamlarni tanlab chiqdik hamda. Uni bir nim qildik. Ondan keyin azroq ostib qoldi hamda qadimimiz. Masalan 7. aydan hozir 12. ay bo'libdi. Ondan keyin biz buniki qonun nimasini o'qishdik hamda. Advokatlar bilan ko'rishib, bo'ldi, qursanglar bo'ladi, lekin Turkiyada yo'q ekan. Bunda pul vaqti deydigan narsa-chi? Yo'q ekan. Lekin sizlar shu qonunlashtirgan vaqtda nizomlar kugizbasanglar, bo'ladi, shuni qonun e'tirof qiladi deb qonun advokatlar bilan ko'rishib bo'lgandan keyin, ondan keyin buni qurish bosqichiga keldik. Qurib, ondan keyin buning ismini o'ylashdik. Nima qo'yish kerak deb. Endi mening eng burun degan nimam Uyg'ur pul vaqti deb nim qilgandim. Ham qolganlar bu ma'nosi ham pul fondi degandek gap qo'ygan. Bundaq fondi degan faqat bu dunyolik uchun. Tushundingizmi? Vaqti ham bu dunyolik, ham u dunyolik. Alloh yo'lida vaqt qilish. Ondan keyin fondi degan yana bir narsasi boshqalarning pulni boshqarib berish misolanga. Bundaq nima bor. Lekin bu pul vaqti ham bu dunyolik uchun, ham u dunyolik uchun. Tushundim. Masalan, ham bu dunyodan savobga erishimiz, ham u dunyodan savobga erishimiz ham hisobda. Pulni biz masalan uy vaqt qilishning o'rniga pulni vaqt qilib atdik misolanga. Tushundingizmi? Shunday qilib oxiri shu ismni o'ylashib, endi nima uchun ba'zilar Sharq Turkiston ya milliy fondi ya u bu deb qo'ymadinglar deyish mumkin hamda-chi. Biz jiq o'yladik. Bu xalqaro bir vaqt bo'ladi kelgusi uchun. Bu qolib qolsa, agar mundaq deb qo'yib olsak, nurg'un yerlardan pul olish qiyinlashimiz mumkin. Chunki ma'noda alqamda bizni e'tirof qilmaydi emasmi? O'zimiz e'tirof qilgan bilan. Bu sababdan buni qo'ymay turaylik hozir. Deydik, undan keyin siz degandek Uyg'ur pul vaqtida vaqtdiq, Uyg'ur milliy fondida vaqtdiq, bu da vaqtdiq deb oxirida. Amaliyot shunda ismdimi, necha yil demayli o'quvchilar xizmat qilgan u bu bo'lsa-mi, bor masalan. Shu ism bilan siz degandek hozir. Ular siz abay deb o'tgandek u yer kirganda ma'lum bir sohaga ishlatadi masalan. Ya shu jamiyatga ishlatadi. Shunda. Ya bir o'quvchilar fondi bo'lgan bo'lsa, o'quvchilar bilan ishlatadi. Shunda. Ondan keyin bu modelning mundaq yeri bor. Misolanga men o'sh vaqt bilan misol qilsak, biz pulni ba'da boshqalardan tilaymiz. Uni bergandan keyin men boshqalarga beramiz hisobda. Demak, nima degan vaqtda biz mangu boshqalar tayinlab qolamiz.
Andaq vaqflar. Andaq fondlar. Hazır şunaq qo. To'g'ri. Yilda bu yerga kirsa, sanduqqa kirsa, bo'ldi, kirmasa quruq turgan gap. Quruq turgan gap, shundaq. Lekin biz ba degan yo'qtish uchun nima uchun o'zimizning bo'lsa, o'zimizmi ma'quldan foydalanib, o'zimizniki qilib, andan biz insonlarga bera olsak. Bu vaqtga masalan, bu vaqtning manba, kirim manbalari xalqmi bo'ldi yoki ish odamlari? O'zini Uyg'ur deb chaqalagan har bir inson bo'ladi buningda-chi. Endi hozir qanday degan vaqtda Uyg'urlik badal puli deb chiqayotgan yo'q, u uning o'xshamaydi. O'xshamaydi. Badal puli degan bular har yilda badal pul to'laydi. Yana mening qarshi turganim bu. Agar har yil badal pul to'layna desak, millatimizga eg'ir keladi. Shundaqmi? Men buni ko'zda tutib, nimqa vaqtimda bu Uyg'ur badallik pulim emas. Misolanga hamda buni nereden hal qilmaymiz degan vaqtda hamda ma'o nimadimi 5-6 yerdan nim qildik emasmi hamda 5-6 yerdan nim qildik hamda birinchisi mening mundaq o'yladik. Hozir pul vaqti quriladigan bir bosqichga kelgan. Kelgandan keyin buni qurish uchun oz deganda 75 ming lira pul bo'lmaydi ekan. Davlatga aniq aldirish. Davlatga aniq aldirish uchun. Hamda men xalqimiz holsizlandi. Xalqimizda pul yo'q deb o'zimning o'ylagan hamda. O'zim yashagan Malayziyaga ham insonlarga ishinib, Malayziyadan boshlab boqay degan maqsad bilan Malayziyada nima qilib bu to'g'riliq azroq pul yig'ib boqdim hamda o'zimcha. Qandoq bo'lar deb qilsam, rostlasam azroq umidsizlandim. Chunki u xalqdan pul olmoq unchalik oson emas ekan. Lekin menga ishonganlar alhamdulillah asla Malayziyaning 1000 lirasi hozir menda 1000 ringgiti 1300 lira atrofida. 1000 ringgit berganlar bor. Hanim qilib ularning nima emas alhamdulillah bir 15 ming liradek pul yig'ilibdi ulardan 2-3 kun jarayonida hamda. Lekin ham ba'zilarmi bu vaqtning ismi bo'lmaganligi uchun, u mening shaxsiy hisobim bo'lganligi uchun endi pul berishni qo'rqdimmi yo uni bilmadim. Ham shunchalik pul yig'ildi hamda. Ondan keyin azroq umidsizlandim. Hamda millatimdan qanaq daman deb azroq umidsizlandim hamda. Qil bularmi bu ishni? Ham xalqimiz nim bo'ldi, holsizlanib ketdi. Xalqimda pul yo'q degan kallam kelib qoldi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, ma'lum bir rayondagi ismini demay, bir Uyg'ur to'pi bor. Mush otdim buni. Mush o'zimniki qilmoqchi bo'lgan ishni ashaga tapaqdim. Desam, maşallah, Uyg'urning, ya'ni Uyg'urni qutqizgan yana Uyg'ur bo'ladi ekan. Bir qarashimiz darhallam 5000 TL'ni bankka yotqizibdi. Bir qarashimiz debdi, mening bugun bankamda pul yo'q ekan. Men atikcha 500 lira hal qilib, men 500 lira qilay debdi. Ko'rib bestim, ta'sirlandim. Rost ta'sirlandim. Uyda yig'lab ketdim. Nima uchun degan vaqtda xalqimda bu musulmon xalqim bera oladi ekan qo'l. Deb hamda rost ta'sirlandim ish qilib. Lekin nima uchun degan vaqtda bankda puli yo'q bir insonning men atikcha qilib 500 u hamda odatga kelib o'zimni ta'sirlandim hamda. Uyda shundan nima qilib ketdim. Mendan keyin nima qildim? Atsi bir singlisi bizning universitetimizda o'qiydi ekan, bilmaydi ekanman uni. Bir o'qimiz uchirqibdi. Aka deb, deb qilsam, men bir o'quvchi, mening hech nimam yo'q. Kunlik tepib yeyman. Azroq yiqqan 1000 lira pulim botdi. Men uni baxb qilib o'tay. Shu Namrudning zamonidagi shu chumolichilik bo'la olsam, men o'tnish uchun suv akkan chumolchilik bo'la olsammi, 1000 liramni berib o'tay degandan keyin men o'rnidan dast turdim. Allah xolisa bu ish ro'yab chiqqidak. Deb nim qildik. Shunday qilib ash topdimmi? Ba'zilari 1000 ringgit, ba'zilari 1000 ringgit. Hatto mushu Bahraynda yashayotgan bir qancha do'stlarimmi Uyg'ur emas. Indoneziya do'stlarimmi 1400-2000 pullarni yetibdi. Endi hisobda bu pul hisobda hozir shu bir 35 ming 40 ming atrofida bo'ldi. Endi mening o'ylagunim agar mushuni qurib olsak, andan keyin bir organga berib desakmi, yaxshi bo'ladi degan
maqsad bilan hamda nim qildim lekin bu Qizilay nimasiga aloqalashsam sen bir lohiyat tuzsang berayli deganda men bir 3-4 betlik lohiyat tayyorlab ularga aytdim hamda hamda saqlayapmiz javobini hamda gapning qisqasi pulni qanday hal qilamiz degan vaqtda mening deganim birinchisi mush Uyg'urlarniki yana xalqimizga tayinish to'g'ri keldi ekan. Masalan, azroq pulini yodingizda bormi ekan? Men ash yig'inda degan vaqtimda agar 100 ming Uyg'ur $25 atıverse bu dünyalık uchunlar emas, hem o dünyalık uchun $25 atıverse o $250.000 oldu ekan. 100 ming Uyg'ur. Agar 10 ming Uyg'ur $250 atalasa bu pul yani $250.000 oldu ekan. Agar 1000 Uyg'ur $2.500 beri alsa, $2.500 degan belki hozir 10 ming bilan 15 ming lira bo'lishi mumkin. Qilasa bu yana $250.000 bo'ldi ekan. Qaytmaysa $750.000 olsa, buni 5 ko'paytirsak 4-5 million Uyg'urning puli bo'lib qoldi degan gap. Men endi shunchalik tuvan hisobladim. Endi masalan $25 degan 100 lira. 100 lira pulni biz 3 kun azroq yesakmi 100 qo'yamiz nim qil bo'ladi-chi. Shunda qilib bugun ishxonamda o'ttasam demayman. O'zim to'namaydigan birisi 250 lira kiribdi. Bu mush vaqt bana uchun. Endi demakchi nima degan vaqtda endi mushunda birinchisi endi buning da cho'qim endi qilgan ekanmiz o'zimizning shaxsiy manfaati emas. Millatning manfaati Alloh yo'lidagi bir ish deb buni xiyonat qilmaydigan bir asosda qilmasa buning yana barkat bo'lmaydi. Shunashqa hamda bu bir nimasi. Ikkinchisi hamda o'ylaganimiz o'zimizning jonsiz vaqtlarimiz bor. Jonsiz vaqt deganimiz masalan bu qanday deymiz mol-mulk u bu degandek. Hamda shularni azroq jonliq vaqtga aylantirib setib sotadigan uchun Andikin jonliq narsaga aylantirsak deb buni o'yladik. Andikin uchinchisi degandek xalqimizni bir umr badal pul to'langlar desak, bu eg'ir keladi. Shunashqa bir qitimda bu millatim uchun deb aytibsiz. Endi buni nima ham bir alaydilik degan vaqtda bu atayotgan pul mangu saqlanib qoladi. Mangu desak endi 20 yil 30 yil. Agar siz menga 1000 ringgit beringday, 1000 lira beringdayli 20 yildan keyin bu pulim bormi desangiz men bor deya olmayman misolingga. Bu yani shunda to'xtab, men hozir kelimani yasiga. Demakchi, men ana pul saqlanib qoladi demakchi. Ana pul saqlanib qoladi. Biz undan topgan foydani ondan keyin markaziy nuqtamiz. Markaz nuqtamiz. Masalan, bu yerga bu nimaga yig'ilgan pullarni, bu boyliqlarni masalan, qaysi sohaga mablag' solasizlar? Bu mablag' soladigan sohangizda masalan hech qanday xatarsizmi? Ziyon tortish ehtimoli yo'qmi? Masalan, bunga masalan pul biroqlam yo'qolib ketishi mumkin, ziyon olishi mumkin. Bu narsa har qanday bir kishining zihniga kelgan savol. Zihniga kelgan savol. Andikin men pul manbalarini bir yig'inchoqlab o'tay, andikin ani o'tayli. Birinchisi pul manbalari Uyg'ur xalq ichidagi saxovatchilar. Ikkinchisi davlat organlari, vaqf organlari, korxona organlar, vakolat tashkilotlar. Üçüncüsü başka her qanday yakka holatdagi xayriy ihsonlar misolanga. Andikin Uyg'ur pul vaqtiga qoldirgan vasiyatlar. Masalan, men o'lib ketishdan burun misolanga, men mol-mulkimning mancha yerini Uyg'ur vaqfiga vaqf qilib deb vasiyat qoldirsaq, men tugab ketgan. Qonunli shaklda sizlarga o'tib ketadi. Shundaqa. Bu aloqa nima deymiz? Hozir yeni ismini qo'shib ketdim burada. Bak muhim bir narsaga aytganman hozir. Hozir so'zlashlar chiqish mumkin. Andikin 5-inchisi bu zakat bo'lmasligi kerak. Zakat kishilar zakatni bas olmaydi. Zakatni bas bo'lmaydi. Chunki nima uchun degan vaqtda vaqfa ayrim, zakat ayrim. Zakatni bergan ekanmiz, uni biz mangu saqlab qolsak bo'lmaydi. Cho'qim zakatni vaqtida zakatni o'rniga ishlatish kerak. Uniki 8 turlik egisi bor. 8 turlik egisiga beryapmiz. Agar cho'qim bergan vaqtimi mush pul vaqfi bo'lish kerak deb berish kerak. Agar zakat buni vaqfi deb berib qo'ysa bo'lmaydi yana. Zakat o'zi berish kerak. So'rab olasizlarmi bu nima dedi? Bergan vaqtda o'zlari, endi biz vaqf quramiz dedik, bersa endi shu vaqfi deb berdi deb olamizda endi.
Hem de hazır bir gün hesapta dünya jakarlavatımız. Bu mesela kanunluk kurulsa isim geldi. Devlet organları mesela şirketler o bula sizlerden vakıfka özününki ma'lum pulusuna Türkiye'de bağlı mesela bajdan kechirildigan mesela falan vakıfka beribasa mancha mingni bersa davlatga to'layotgan bajdan kesib oldi ekanda shu vakıfga bergan yardım. Shu vakıf agar qonuniy anga oldirilsa shundoq bir strategiyaga bo'lamdi yani. Şu, naq bizning qilmiz deyotganimiz shu hamda hozircha. Chunki bir yak basaqmi, vaqtban bormi deb so'raydi ekan. Ha. Unda qilgan ekan, undan keyin bor deb. Endi demakchi, endi nurg'un yerlarni ag'il bo'ldi. Masalan, hozir islom baytni men deb aytdim, masalan, Saudiya Arabistondan bir ikki olimimiz bor. Endi ular o'zlarining munosabat yo'llari orqali ularni yerdan hal qila oladi masalan. Qilgandan keyin, masalan, buniki endi qurulib bo'lgandan keyin rasmiy yaxshi bir shaklda uni qilib olsak, yaxshi holatda bo'ladi hamda. Shu nimalar? Hamda hozir pulni qanday shaklda saqlab qilish hamda. O'zingiz dedingizmi hamda? Bu eng muhim bo'lgan bir halqa o'zingiz degandek. Ya'ni to'plangan ana pulni qanday qilib saqlab qilib boshqacha qilib aytganda, ya'ni to'plangan pulni yo'qotib etmay, u pulning uzluksizligini saqlab qilish. Yani bu ne tüvendikiler usullar bilen saklap kalmamız. Birincisi ma'lum soda asası ba. Yeni soda kılman diğerler gelmez. Ma'lum soda asası ba. Soda pişkan diyanetlik kişilerini tanlap asas chatni xatir bo'lmagan soda türleriga mablag' selib qo'yamiz masalanga. Masalan, qanday degan vaqtda bir mehmonxona elib masalanga, uni mehmonxona echib qisaq masalanga, agar anondan kirgan icari pulu ya bu mesela sap payda o buludu bu bir şekil hem de anı pulunu yo'qotib etmeymiz. İkincisi hem de İslam bankalarga uzun müddetlik amanet koysak mı buludu. Hem de bu doğruluk her ayda nurgun pul çıkıdı mı? Nurgun pul çıkıdı. Hem buniki halal haramlık meselesi de yani talaş tartışma. Lakin bu doğruluk mu bir sohbet kılayla. Jadırqı faizsiz ya. Faizsiz. Ölçümsüz bankalarınki. Aşno doğru bir kılayla. Ama bunu ne kılımız? Çünkü İslam bankaları bizge payda arıp veriyordu. Hoş. Hem de onu kağın ne? Bunu talaşsak erteki için tükümeydi hem de. Andayken üçüncüsü mesela payçek türleri, İslam payçek türleri var mesela. İslam'daki payçeklerini talep çıkıp bu Malaysia'da pek umumlaşkan. Hatta Malaysia'nın bir hac organı var. En çoğun meblağ salgıcı şirket. Bu hacga borganlarning pulini yig'ib, uni meblağ saludi. Nega meblağ saldi degan vaqtda, o'sha islom paychaklariga islom zoyimlari meblağ saludi. Ya'ni ana pulni saqlab qoldi hisobda-chi. Qilib, undan keyin buningdan undan keyin kirgan foydani yana olib beradi. Masalan, o'sha haj pul uchun pul demakchi, hem pul qo'ydi, hem payda mı keladi yılda bundaq. Yıllık payda arip bir hesapda. Hem de muşna İslam payçak meblağ salmamız. Üçüncüsü İslam zayomları meblağ salmamız mesela. Bunu sukuk deyimiz hem de hesapta. Hem buniki her birisine ayrım düşündürsem, her birisine yani birden leksiya qilish to'g'ri keldi hem de. İslam zayomları meblağ salmamız. Ondan keyin ma'lum miqdorda mesela oltin, tashqi pul. Hem bu maliye sistemisi şu asas jihatdan 4 narsa. Birisi banka. İkincisi payçak, üçüncüsü zayom, dördüncüsü mesela precious metalda qo'yamiz, qimmatli oltinga o'xshash, ko'mishga o'xshash. Bu pulning qiymati tutib turgan narsalar. Undan keyingi bosqichlarda, hamda hozir emas. Hozir masalan bir necha yillargacha buni qilolmaymiz. Bir necha yillargacha ma'lum asos shakllangandan keyin pul yig'islar. Yo'q. Elim settim qilamiz. Elim settim qilib, moliya ehtiyojli bolalarga uy olib berib, mashina olib berib, masalan, naq pulgacha. Undan keyin oylik to'lab masalanga. Mundaq qilsa, ijara to'laydi. Shundaqa. Shundoq endi bu masalan yana o'xshashlan pulning asosi yo'qolib ketmaydi. Asos endi bu vaqt deb berilgan bo'lganligi uchun cho'qim o'sha ana puliga cho'qim kapotat qilish kerak endi-chi. Cho'qim endi balkim qanday cho'qim degili bo'ldi degan vaqtda misolanga qanaqdaymiz? İslamdami ziyonning oldini olish deydigan bir narsa bor. To'g'ri. Payg'ambarimiz nimaga chiqqan vaqtda arishtamdi. Sir Mirajga chiqqan vaqtda to'gini bog'lab qo'yib, undan keyin mirajga chiqqan.
Demek nima demoqchi degan vaqtda andikin to'y sababini qil, andikin Alloh tavakkul qil deganda. Masalan, Yusuf payg'ambarimizmi halqi 7 yil qanchalik qildiganligini bilib turib, 7 yil sabab qildi. Ayada ziyonning oldini oldi. Ko'rganimiz telefon qilishga qaraganda. Qo'yma. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz programmamiz uchun telefon qildingizmi? Qanday yaxshimisiz, yaxshi turdingizmi? Yaxshi, alhamdulillah. Siz bizning programmamiz uchun telefon qildingizmi? Hozir programmani ko'ryapsiz? Ko'ryapman programmani, ko'rib ta'sirini ketib chaldim, men o'zim tutib ololmayman. Xo'sh, fikringiz bo'lsa, siz nereden telefon qilyapsiz? Men Qirg'izistondan akamga bir $2000 yordam qilamiz deb shuni men sizga chaldim, shuni Qirg'izistondan nimani qilsangiz shuni men tekkizsam. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Qarang mana bu milletimiz, xalqimiz mana shunday deb endi. Haqiqatan ko'pning ismingizni bir deb beramiz deyapman ismingizni. Demasang bo'ldi. Asenjon Nejmiddin ismi. Bo'ldi. Qolsa men siz aytganligimni bir tekkizg'ashlik qilay, akamdan ta'sirlandim men. Bo'ldi. Allah razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun sizdan. Boshqa fikringiz bo'lsa, so'zlaringiz bo'lsa. Bo'ldi. Mayli, Allah razı olsun. Rahmat. Ma'qul, Allah razı olsun. Mushundaq qanday bo'ldi? Haqiqatan bu millat endi ta'sirlamay turamaymiz-da, bu millatimizningki bu qalbining pokligi, ya'ni sehiyligi, o'zi shunday muhtoj turib, ehtiyojli turib, mana shunday xalq uchun, bu millat uchun yaxshi yo'l ishiltaman desa, har qanday shunday qurbonlik bera oladigan darajadagi bunday bir pok millatimiz bor haqiqatan. Inshaalloh. Endi shunday ahvol hamda-chi. Shunga o'xshash mushundaq insonlarimiz bilan qurimiz hamda-chi. 10 bas 10 deymiz, 20 bas 20 deymiz. Ham qog'inni hamda ilqi muhimi niyat. Albatta. Niyat durust bo'lsa, Alloh inshaalloh niyatlarimizni yetkazadi. To'g'ri, inshaalloh. Hamda o'zim ilqi qanaqa deymiz? O'zim hamda men baydan deb aytgandek sizga men bir dixon oilasida tug'ildim. Ham bir sahrada cho'ng'ildim. Hatto qaqas bir cho'l desak bo'ldi bizning nimalarni shundoq nima qilib hatto endi Alloh razı olsun ham qarindoshlarimiz demoqchi nima degan vaqtda ham Turkiyaga kelishimdimi bir ilohiy o'rinlashtirishlar bor hamda-chi. Keyin hamda uni qog'inni desak bo'ladi. Ham nimiz qaytib kelaylik. To'g'ri. Qaytib kelsak hamda mush shakllarda hamda saqlab qilish deb nima qilyapmiz. Shundoq qilib nima qildik. Andan agar ikram bo'lgan bo'lsa, modelni bir ko'rsatib qo'ygan bo'lsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Faqat modelnamchi. Masalan, lohiyani ko'rsatib qo'ygan bo'lsak, bo'ladi deb o'ylab nima qilgan ekan endi. Unda siz mana hozir o'zingiz manqartib tuting. Kameradan ayrim oladi buni. Aniq chiqmasligi mumkin. Men bundoq ko'rsatay. Kameraman qanday men kirib biroz yaqinlashtiramizlar yoki bu shaklda aniq ekran chiqadi bu shaklda. Masalan, bu yerda pulniki nim qildigan odam, berdigan odamlari. Masalan, pul vaqti, o'lik vaqt bilan tirildirish, andan keyin korxona organlardan oldigan, idora jamiyatlardan oldigan degandek manbalar bu bo'ldi. Ham Uyg'ur milliy vaqti bo'ldi. Andan keyin qandaq nimiyatimizga vaqtda sodiga pul qetib qo'yish, islom bankalarga pul qo'yish, halol paychaklar mablag' solish, oltin va tashqi provodga mablag' solish, ilm setish qilish qatorliqlarchi. Andan keyin bu foyda yaratildi. Xo'sh. Foyda bu ana pulni saqlab qoldigan bir halqa hamda-chi. Andan keyin foydani vaqtning maqsadlarga asosan ishlatish. Endi hozir nima keldi o'tiga vaqtda pulni nega ishlatamiz? Yeni bir ko'rmanimiz telefon qilib qoldi. Uniki buni o'taylamdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oldi bilan almangning mushvaqti xayrli bo'lsin. Abdullah aka va Turk aka. Rahmat. Men o'zim bir o'quvchi Turkiyadan telefon qilyapman. Xo'sh.
Ben şu Dünya Uygur Kurultayı'nın İstiklal Marş mükafatıda bir 50 euro mükafat erişken şu 50 euro pulumni inşallah vatanımız için, halkımız için hazır vaqt qilmoqchi bo'lib shuni telefon qildim. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet etimiz. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun. Rahmet size inşallah. Biz ayrım alakalı şeyler programı dekin inşallah. Ha bu bizim Yusuf Can'a. Köptün köp rahmet. Yusuf Can? Assalomu alaykum. Ha. Avazımı aldınız mı abay? Gep kıldım biraz. Köptün köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Hemen Allah razı olsun. Muş hizmet yolunda çarçavakan, doktorkan olsun, meyli baş ustazlar olsun. Hemen Allah razı olsun. İnşallah vatanımız, milletimizge hayırlı kıpasın Allah kalsın. Rahmet. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet inşallah. Makul Allah'a emanet. Hoş, mana o'quvchilarimizdan tartib qadrli qarindoshlar. Ahvolni ko'ryapmiz millatimizniki. Davom qiling unda suhbatimiz. Ondan keyin hozirgi narsa pulni ishlatamiz degan maqsadda buni loyiha tuzib chiqdik hamdachi. Men o'qib beray. Yana telefon kelib qoldi. Shu telefon bilan degan. Maşallah. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovoz kelmadi qarindashimizdan. Va qarindashlar, agar telefon qilsang, normal telefondan ekran oldidagi normal telefondan urmay, WhatsAppga qachilab, WhatsApp orqali ursanglar ovozinglar suzib keladi. Bunda qo'yay. Bu qarindashimiz normal telefondan uribdi ekan, shuni tatmay qoldi balkim. Ondan keyin pulni ishlatamiz degan vaqtda Uyg'ur davosi uchun, ya'ni vatanimizning davosi uchun kerak bo'lgan chiqimlarni qamdash uchun ishlatish. Ikkinchisi Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash yo'lidagi chiqimlar uchun ishlatish. Uchinchisi Uyg'ur til yoziqini qo'g'dash yo'lidagi chiqimlar uchun ishlatish. To'rtinchisi Uyg'ur ma'rif uchun xizmat qiladigan turlar uchun ishlatish. Beshinchisi kishilik huquqni qo'g'dash yo'lidagi harakatlar uchun ishlatish. Oltinchisi, ya'ni Uyg'ur igilik tikilmoqchi bo'lgan yoshlarga yordam qilish yo'llari ishlatish degandekchi. Amerikadan telefon kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum bo'raman. Va alaykum assalom. Men hozir programmani YouTube'dan ko'rayotgandim men. Vaqtni yaxshi ishni boshlabman. Bu şu bo'lsa mushalarga bir bank akkauntlarini pullayotgan narsani bir chiqarib qo'ysa bo'lib ekan, to'qmi yerdan pul silishga men boshqa davlatga o'rnatdim telefonimni. WhatsApp shu sizga pulni internetga yo'llab bergangacha. Bo'ldi. Biz nimalarni bo'ldi. Biz sizga yo'llab beraylik. Programmadan keyin biz sizga yo'llab beraylik inshaalloh. Bo'ldi, ma'qul. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Bo'ldi, ma'qul. Maşallah. Men shundaq millatimiz dedim-ku baytdim. Millatim hasızlandım keyin desem, yani en ahirida, yani o'ziniki barligini atab qo'yish. Ham rostni aytsam, men o'zimning o'yligini, men agar shu davlatlik mukofotni olib qolsam, Turkiyaniki, menga 20 ming lira beradi-chu. Ham rost gapni qilsam. Ashuniki yana telefon kelib qoldi. Bizni qaradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatingizmi? Alhamdulillah, Allohga shukr. Hoş program. YouTube'dan ko'rgandim, pek ta'sirlandim. Shunga men Allah uchun $1000 ödedim. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet. İnşallah programdan keyin sizlar Türkiye'den öğretipsiz akşam. Ben Türkiye'de oldum. $1000 qarindashimiz. Tamam bo'ldi. İsmingiz deysiz olay? İsmimni men demiştim. Agar deyishni xohlasangiz mayli bo'ldi. Bo'ldi. Programdan keyin inşallah aloqa qilishaylik inşallah. Bo'ldi. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun ma'qul. Allah razı olsun qarindoshlarımizdan. O'zimmi agar shu davlat mukofotini olib qolsam 20 ming lira beradi.
Aşkın 10 ming lirasını özüm atletmen deyilgan niyetim var hem diyene. O 15 mingdan başka hem de. Ama qağınını hem şundaq qıp qoysaq hem de qağınını biz menfaat alamızaq, farzatlarımız ala, milletimiz ala hem de. Ha, şunu niyet qılıp qıldık. Ondan keyin eskartish her qandaq pulni ishlatishdan burun vaqt boshqaruvchining mutlaq ko'p qismining qo'llashi bilan tasdiqlandi. Ya'ni vaqt boshqaruvchilari umum xalq ichidan umum xalq ishongan kishilar uchun tanlab chiqilgan, ya'ni xiyonat qilmaydigan kishilardan bo'ladi hamda. Xo'sh. Shu sababdan hamda maqsad nishoni shu hamda. Nimeniki? Ondan keyin yana bir muhim masala qandaq boshqarmaymiz deydigancha. Hamda buni nim qilsak, hamda birinchisi jamiyatda o'rni va inovati bo'lgan kishilardan tanlab chiqib, qurilma hay'ati tashkillash. Ondan keyin cho'qim diyonatli, xiyonat qilmagan kishilarni tanlab chiqib, bu fondini boshqarishga selish misolanga, hamda. Cho'qim bu fondi bo'lgan ekan, cho'qim boshqarishimiz kerak hamda-chi. Ondan keyin yillik kirim chiqimni ikki qismda munosabatlik vakillar orasida e'lon qilish. Nima uchun tashqi e'lon qilmaysizlar deb savol qo'yish mumkin. Lekin o'zimiz bilamiz, pul degan yomon narsa, pul degan yomon narsa. Albatta. Shu sababdan masalan men ko'ray deb kelsa bir Uyg'ur, mana hisobot deb oldiq debdan boshlab beralaymiz masalanga. Ya'ni shundoq menbaydin degandek hamda buningda ham odillik, ham xiyonat qilmaydigan, ham yaxshi bir niyat bilan qilmasak xayrlik bo'lmaydi bu ishchi hamda. To'g'ri. Shuni nim qildik. Ondan keyin yillik hisobotni ichki va tashqi mufattishlarniki mufattishlarga qo'yish misolanga. Ham ichki ham tashqichi. Anki xiyonat qilganlarni jazolash va tashkilotdan haydab chiqarish misolanga hamda. Shundoq bir anda shaklda boshqaruv deb qildik hamda. Niyatimiz shu. Hamda qog'inni Alloh hamda Alloh barakat vermasa, ya'ni ming qilmasak mı qilolmaymiz. Eng oldi bilan shu Alloh ishlarimizga bir nima qilsin hamda barakat bersin, ishlarimizga osonlik bersin. Agar bu qo'llab qolib qolsa inshaalloh hamda millatimning bunchalik puli bor diyaligidek bir holatga kelsak, undan keyin boshqalardan demay biz bera olasak, islomning ruhi shu hamda-chi. Agar biz haq taynib yashasak, nekamchi haq taynib yashaymiz misolan. Albatta. Hamma derneklarga borsak, boshqalar deydi, sen nima ish boshqa derneklardek, boshqa derneklardan pul topgandek pul topmaysan deydi. Men dedimki, bu mening emas. Bu bir umumiy millatning, Uyg'ur millatining bu vaqti yana. O men andikin eng muhim narsa yana, ya'ni baytda aytgan vaqtda men yana askartay shuni eskartib o'tish kerakki, bu pul vaqfa ma'lum bir shaxsning yoki tashkilotning bo'lmaydi. Albatta. Tashkilotning bo'lmaydi. Bu pul vaqfisi Uyg'ur xalqining bo'ladi. Pul vaqf qilishlar bu pulni Alloh yo'lida Uyg'ur xalqining umumiy manfaati uchun atayotgan bo'ladi. Agar bu pul ma'lum bir shaxsga yoki tashkilot tava bo'lib qolsa, bu vaqf qonunlarining, masalan, islomdagi nizomlarga xiloflik qilgan bo'ladi. Shuning uchun nima demoqchi degan vaqtda bu pul Uyg'ur xalqining yana bir shaxsning yoki ma'rif dernekining emas, yoki istiqlolning emas, yoki boshqa dernekning emas degandek. Ham bu Uyg'ur xalqining bo'ladi. Ham bu shu pul vaqf qurilmasidagi eng muhim nuqta shu desak bo'ladi. Xo'sh. Qarindoshlar tekrar necha qatim telefon qildinglarmi? Normal telefondan. Normal telefon studio biroz bu yerda yaxshi tatmaganligi uchun WhatsApp'ni o'rnga telefonni men shu telefonni olamadim. Keyin yoki bu programmada keyin ursanglar bo'ldi, ta'kidlab qo'yish, shuni javob beramaganligim uchun boshqa tushunib qolmanglar. Xo'sh, endi shu demak, yana boshqa shu sohada xizmat qilayotgan bu yerga jamlangan, ya'ni foydadan millatga chiqim qilamiz deydi. Asos pul qilib qoldi. Shuningdan erishilgan naq foydani undan keyin millatning har xil ishlariga ishlatish. Buni ma'lum masanga yo jamiyat yoki ma'rif sohasiga deb ayirib kategoriyaga ayirmaslikka har qanday ehtiyoji bor kishilarga chiqim qilamiz. Foydani diqqat qilmay qoldingizmi? 6 xil shaklni nima qilib o'tdim emasmi? Masalan, Uyg'ur da'vosi uchun. Buni umumiy jihatni yozib qo'ydik. Umumiy jihat. Nima uchun degan vaqtda
o yerga ishlatmamdoq, bu yerga ishlatmamdoq deydigan odam gap jiq chiqadi-ku. Men bayt degan vaqtda buni ishlatmadim deb ishlatkilolmaydi. Cho'qim shu millat shu masalan boshqaruvchilar masalan 10 a'zo bor deyli. 10 a'zoning 7-8 qo'shilsa, undan keyin bu pulni ishlata olamiz masalanga. Foyda topgan taqdirdimcha hamda. Shuning uchun baytni aytganimdek, birinchisi Uyg'ur davosi, ikkinchisi Uyg'ur madaniyati, uchinchisi Uyg'ur til yoziqi, to'rtinchisi Uyg'ur ma'rifi, beshinchisi kishilik huquq, oltinchisi men degandek Uyg'ur yoshlar eglik tikmoqchi bolalarga yordam qilish misolanga. Balkim bizcha deyishingiz mumkin. Siz ma birinchi bo'lgan Uyg'ur davosiga kirib ketasiz misolanga. Masalan, media, bu deganlar ma'nan kirib ketadi. Demak, shu cho'ng turda 6 qildik, lekin boshqasi shu birinchisining ichiga kirib ketadi endi. Shunday shaklda. Ondan keyin yana bir azroq ham kichik bo'lsa-mu bir misol qilib bergim kelyapti. Masalan, bizning universitetda endi o'zingiz bilsangiz xilijiq Uyg'ur o'quvchilar bor endi. Agar ular bir ish qilmoqchi bo'lsa-mu, yerdan bu yerdan pul istab yuradi ekan. Men bir kun dedim, o'qilurim dedim. Bir kuni bir lag'man yeydigan yerga bir tal simit yeb 5 lira pul tejab qilinglar dedim. Men har oyda sizlarga 100 lira beray, sizlar 5 lira qo'yinglar. İşlavatqanlar 20-30 lira qo'ysin har oyda. Yig'ib, "Ma buni o'zimiz ishlataylik. Haqqa qarab qolmayli" dedim. Bu og'an qo'l yaxshimi, bagan qo'l yaxshimi? Og'an qo'l yaxshimi, bagan qo'l yaxshimi degandek-chi. Shuning uchun hozir mana bolalarning ma'lum darajada puli bor. Uni bankaga solib qo'yib, bir necha bal boshqarib qilyapti. Ham kichik bo'lsa-mu, demakchi qattiq qo'yolmadik demakchi. Tama nima bo'ladi? Xalqimizning bir gap bor. Shunda. Tama ko'l. Endi hozir buningda voy palonchi qilamdikan, pustanchi qilamdikan deb o'tlasak bu qiyomatgacha bo'lmasligi mumkin misolanga. Cho'qim bir inson badal berish kerakka. Cho'qim bir inson bunga kuch sarf qilish kerakka. Masalan, Olmadaymiz, Microsoftdaymiz. Bir inson ashlar taraqqiy qilib chiqdi ham deyapti-ku. Xo'sh. Siz qo'yamdi. Shuning uchun ham har qanday bir ishda bir inson qurbonlik berish kerak ekan hamda. Ham buni kuch berish kerak ekan hamda. Ashuna qilib ma'misak, agar biz boshlab ma'misa buni palonchi qilamkin, pustanchi qilamkin deb o'tlasak, bu mangu amalga oshmaydigan gap ekan. To'g'ri. Shu sababdan o'zimning hamda maktabdimi dastur mazroqchiq bo'lib qoldi. Shunda qilib lekin men kichikib qoldim men bu yerga kelishdimi demakchi o'g'lim asli 1-2 oy burun chiqsak yaxshi bo'ladi demakchi o'g'lim. Lekin o'zim u yan o'ylab, bu yan o'ylab, ba'd deganda umidsizlangan vaqtlarim bor endi. Ham rostini aytsam, agar o'zimning qo'squvchilarim yashasam, hargiz umidsiz bo'ladi degan bir programmada qarang. Shu. Endi meniki rostini aytsam 3 qizim bor. Agar men qo'squm uchun yashasam, maktabda 10 necha ming lira maoshim bor misolanga. Nimamga yetmaydi qilib yashasam bo'ladi. Lekin dunyodagi eng shaxsiyatchi inson bo'lib qoldi ekanmiz. Albatta. Endi iliqi hammamiz tirishyapmiz. Nima qilib beraymiz millatga debchi. To'g'ri. Endi hozir ham buni qilib qo'ysakmi, Alloh xolisa hozir unum bermasmi? 10 yildan keyin yoki 20 yildan keyin millatning buncha bir puli bor. Diyalikdek bir. Masalan, demakchi o'g'lim bir o'yini qilayotgandan, uni qilayotgandan, buni qilayotgandan, millat uchun vaqt qilayotsa bir pulni ham u dunyolik uchun, ham bu dunyolik uchun, ham buningdan katta ish yo'q deb o'ylayman endi-chi. Haqiqatan. Endi shunday qilib mening endi asos jihatdan deydiganlarim shu hamda boshqa savollaringiz bo'lsa. Endi nima bo'ldi? Biroz bir deymiz. Mushu ba'zi o'ylashi mumkin ham har qanday insonning ko'ngli kelmaydigan bo'lmaydi. Hozirgi qurilish bosqichida deyli biz cho'ng xiyolni cho'ng qilaylamdi. Yani milyardlagan pul va bir Uyg'urning bir vaqti holiga keldi. İnsanning hayoti cheklik masala. Buni masalan, buni hamda har qanday millatimiz uchuq tushunib kelsin, har qanday bir normal tijoratchimi tushunsin. Bu masalan qurilib milyardlagan pul va kuchlik bir vaqt. Milyarddan ham uzoq qo'yamdi, million deylar. Ya bu xalq inshaalloh bunda bo'g'iltirsa kesin bo'ldi deb qarayman. İnşallah. İnsan bunu 10-15 kişi boshqardi deydi bu vaqtni. İnsonga qonun tuzilmasini bir şey anlatib bersak, buningki tuzilmasi qanday bo'ldi? Boshliq almashganda qanday bo'ldi? Masalan, birasi masalan uning ichidagilar yo'qotadigan manda bir xatar bo'lamdi. İnsan o'lgan vaqtida kimga qoldi degandek bu masalalarni
siz biraz anlatıp olsanız. Yani to'g'ri. Bayda mening kallamda kelgan bucu siz degandek. Bu iliqi vaqtniki nizomnomalar bor emasmi? Qonun kizyapmiz masalanga. Bo'lgandiki masalan hamda men tugab ketib, men vafot etdim deyli. Uning o'rniga yana bir inson chiqdi. Bular faqat agar u mening shaxsiy mulkim bo'lgan bo'lsa, davlatmi davomli kontrol qilib turdi-ku sizlarning. Shun albatta, hatto Turkiya qonunidami cho'qim shu pulniki nega kirgani, nega chiqqani kontrol qilib turadi masalanga. Undaq bo'lgandan keyin bu pul vaqtda faqat tirik holatdagi bir vaqtda. Bu badnadan aytganda ya sizga tava emas, ya menga tava emas. Men o'lsammi, yana keyin larga qoladi hamda-chi bu hamda. Shundaq bir shaklda qilmiz davatimiz hamda. Ham qolganni ulug' Xudoyim hamda bizni undaqmi uzun surgizatmasin hamda. Alloh xolisa inshaalloh tezroq vatanimizni bir albatta nima bo'lgan bo'lsa. Ya vatanimiz bo'lsa-mi kerak shu bunday vaqt. Shuni demoqchi. Shuni demoqchi. Hozir Uyg'urning nimasi qoldi deganim 5 Men shu haqiqatan Turkiyada men bak ajoyib nurg'un universitetlarni vaqfga qaraydilar. Osmonli davrida bilmem qaysi podshoning yoki bilmem xoni shahzodalarning qurib qo'ygan vaqfisi ta bugungi kungacha mevasini ko'rsatib minglagan insonlar foydalangan ekan shu yerdan. Men sizga deb bersam, bu Sabahattin Zoimniki nimani kutubxonani BIM vaqf qildi. Masjidni ham bir odam vaqf qildi. Men ishlayotgan binoni Al-Baraka vaqf qildi misolanga. Subhanallah. Siz xiyol qilib boqing. Islom banklariga uni qo'ysak haram, buni qo'ysak haram degan bilan musulmon uchun ish qiladigan bankalar bo'lsa biz nima ish qilamiz misolanga. Al-Baraka topgan pulga berib bino sapadi, masjid sapadi, kutubxona sapadi. Endi buni keyin ham to'xtatib. Shu ayrim men yozib qo'ydim. Inshaalloh shu o'simlik banki bilan o'simsiz bankalar, islom banklari o'rtasidagi nimalar islom ixtisosiyasimiz bilan g'arb ixtisosiyasimiz ayrim suhbat qilaylik inshaalloh. Inshaalloh. Nayt bir güzel bir keyifli suhbat oldu inşallah. Başka bir sualla Muhammed deb qarayman inşallah. Başka albatta miyadagi qarindoshlarimiz nurg'un nimalarni yozib turib, inkoslarni hammasi nayt qo'llab Alloh qo'llasin inshaalloh. Belki uzat etmesek qarindoshlarimiz zaman biraz yenik ve güzel bir suhbat oldu deb qarayman inşallah. Köptün köp rahmet. Başka eğer de bir sözünüz olmasa. Şimdi ahırkı sözüm hem de. Qarindoshlarımga deydigan ahırkı sözüm. Degandek hem de hamma pulinglarni berib o'tinglar, hamma nimalarni berib o'tinglar demaymiz. Qanchalik berasiz, shunchalik bera olsak. Hatto mening o'yim bor taxi. Men maoshimning ma'lum persentini vaqf qilib etadigan misolangacha. Ya 500 lira, ya 3. Ham bu jiq bo'lmasligi mumkin, lekin o'zingiz degandek tama ko'l bo'ladi degandek. Bir kunlari ham yig'ilib qilib qolsa yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Shunashqa hamda qarindoshlarimizning muborakni qo'llab bergan qarindoshlarimizga Alloh rahmat qilsin. Hamda mush ishlarimizni bir ro'yobga chiqishi uchun duo qilaylik oldi bilan. Duo qilsak hamda Alloh ishlarimizni o'ngshab berguchi inshaalloh. Albatta. Ham shu qarindoshlarimizning qo'llashini umid qilaman hamda. Mening uchun emas, men degandek ya meni emas, ya sizni emas, bir millatni qo'llash bo'ladi hamda. Ham qarindoshlarning shu qo'llab berishini umid qilaman. Eng oxirida hammamizning ishlarga qilayotgan ishlarimizga, qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga Allohning bir rahmati bo'lsin. Alloh bir osonlik bersin ishlarimizga. Sizlarga rahmat, javob tortisizlar. Alloh hammamizdan razı olsun. Köp rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib güzel bir suhbatimiz, keyifli xalqimizning bizning noiti bu program ichidan noiti bizni hayajonlantirgan qurbonliqlari, hayajonlantirgan fidokorliklar bilan haqiqatan bizni suyundirdi. Albatta milletimiz uchun boshlangan bunday bir güzel yo'lniki bugungi tunji qadamimizdan, ekranimizdan bunchalik qo'llashga erishishimiz bu plan, bu yo'lniki kelgusining parlaq ekanligini ko'rsatib berdi inshaalloh. Dushmanlarimizni yig'iltiradigan, dushmanlarimizni hasratga qo'yadigan, xalqimizni bo'lsa bu ojiz ahvolga tushib qolgan xalqimizni bo'lsa suyundiradigan bunday bir nimaninki taxambak güzel ro'yobga chiqishini umid qilish bilan programni oxirlashtiramiz. Ama bir qarindoshimiz yana telefon qilib qoldi. Men ekranda olay yana. Bismillah.
Assalomu alaykum. Aleykümselam. Abdullah aka, Burhan aka, ben Türkiye'de okuyan bir okuvchi. Allah razı olsun. Xo'sh. Yaxshi ishga tutishga tursizlar. Ben özüm şunda iqtisodga muhtoj olsam-mu, 500 lirani mush Uyg'ur vaqfisi uchun yordam qilaman, beraman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet etimiz hakikaten. Bu fidakarlığınız için köptün köp rahmet. Programdan tushgandan keyin men yo'llab berishni. Bo'ldi inşallah. Bo'ldi, rahmat. Rahmat sizga. Allah sizlardan razı olsun. Rahmat, Allah razı olsun inşallah. Ma'qul bo'ldi. Köptün. Ma'qul rahmat. Mana qadrli qarindoshlar, xalqimizningki bugünkidek mush Turkiyadagidek shundoq ching iqtisodiy jihatdan hammamizga ma'lum, ya'ni hayot turmush shunda ching bo'lgan bir jiddiychilik bo'lgan bir shahardimi, o'qish hayot o'qiyotgan o'quvchilarimiz bundaq bir xalqimiz uchun yo'lga chiqilgan bundaq bir go'zal plan uchun o'zining fidokorligini mana shundoq ko'rsatyapti. Demak bizda haqiqatan har qanday bir ahvolga tushib qolaylik, bizda cho'ng umid va qadrli qarindoshlar. Hargiz tushkunlashmasligimiz kerak. Biz chuqum düşmanlarımızı hasratda qoldirib, biz chuqum qaytadan beshimizni tiklab, o'rnimizdan dast turib, ya'ni shu aziz go'zal vatanimizda beshimizni tik holatda tutib yashaydigan kunlarimiz keldi. Bununla imanimiz, ishonchimiz komil bo'lsin deb programmamizni inshaalloh oxirlashtiramiz. Ko'pdan ko'p rahmat etamiz. Yana bir qatim suhbatda ko'rishguncha inshaalloh sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.